Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam o'rkishi. 6-bob Bag'rash bo'yida. Tağmu tağlardan egiz arg'i buloqning tog'lari, ustida qarlar turibdi, ostida gul bog'lari. Xalq qo'shiqi. A'si tang suzlar suzilmayla uyqusi saga qurban qilich o'rindan turib, otlarini harvuga qo'shdida qara shaharga qarab ilgirladi. So'psuzuk ko'kuch va tiniq osmonda son-sanoqsiz yulduzlar chaqnab turadi. Tang saharning salqin shamli kishining yuziga muzdek urilatdi. G'arbga pasaygan oyning sus sho'lasi subhi oldidagi qorong'ulikni yerib o'tib, harva yo'lni g'uva ko'rsatdi. O'zidan baldur qo'zg'algan chuqulon qog'lar bu cho'qidan bu cho'qiga, g'oyalari bo'lsa janub tarafdagi o'yman saylarga qarab uchishadi. Jilg'ining yon bag'rlaridagi bo'z to'rg'aylarning chuquldab sayrashlari hammala yerni qaplab ketgan edi. Davandan pastlab uchqanda tiz mangan harva bir hazodan keyin keng tuzlanlikka chiqdi. Kun qizirib sharqdan ko'tarilganda arg'i buloq tog'lari xili yiroqda qoldi. Oldimizga g'ingsoy dedi Qurban Qilich davan jilg'isidan chiqib olgandan keyin chaqchaq boshlab. Payonsiz ketgan kumush sayliqi, bu sayda kumush ko'p, oz-poz kumush tirishtirib olsa, qora shahardan ot sitib olamiz. Yo'lning ikki chetiga sapsilib qarab manglar. Lutfulla harfi kashning shanxosini sizilib, kumush uchun avar bo'lmayli. Kumushning saylaridagi toshni sanig'inimizdan hikoya anglag'inimiz afzal. Chunki hikoyalarimiz zar tilla bilan tang. Sayning qora teshini deb oltindan quruq qolmayli. Qani amsa Qurban aka, qara qirichindagi jangdan keyin qandoq bo'ldi? dedi javoban. Qurban Qilich Lutfullaning javobini anglab qaqoqlab kulib ketdi va Lutfullaga qarab yiqimliq talaffuz bilan og'zimdan chiqdi, saqlimga yamashdi degandek hikoyani menla aytsam bo'lmas. Qani sizlardimi anglab baqmamdiq dedi. Bu so'zingiz to'g'ri dedi Lutfulla. Navbati bizgim keladi. Lekin tungungi hikoyaning texi oxiri chiqmadi. Biz shuning taqazza. Qurban Qilich qoyil bo'ldi-da kumushning sayliqidagi tuz yo'lda otlarni mayli qo'yib o'tib hikoyasini aytishga boshladi. Qora qirichindagi qisqa jang g'alabasidan keyin komandirimizning buyrug'i bo'yicha biz chaqqonlik bilan avvalgi joyimizga to'plandik. Abduniyaz Kamal men bilan Muhammad Shamsharga birdan qilich qoldirib, Zoid Ambaldan g'animat olgan atarva va temir sanduqdagi oltin kumushni darhol shu chog'larda Aqsuda turayotgan Xo'janiyaz hojiga yetkazib berishimizni buyurdi. U qolgan qurol yarog' va otlarni ilib, ikki sabdishi bilan birlikda Yingsar va Makka taraf qarab ketdi. Ustam bilan men Qora Qirchinning sharqiy tarafi bilan ot harvini haydab minib, Siriq buya va Yaqa quduqning atrofini aylanib o'tib, Shaqur va Dalashur orqali gahi titirliq, gahi po'pon yerlarni besib o'tib, Yoydiga keldik. Biz bir kecha kunduz uxlamay, uyqusirab ketgan bo'lsaqmi, ansizlikdan bu yerda damlashga yanila petnalmay, xo'q tikan va chatqonlikni kezib, ikkinchi kuni kecha yo'l yurib, Xangonga berib oldik. Aqsu shu chog'da amdili yetib kelgan qumul turpan dehqonlar qo'zg'olonchilarining qo'lida edi. Biz Xangonda bir oqshom xotirjam dam olib, otlarimizni to'yg'izib, 3-kuni tang yurish bilan tang Aqsu shahar ichiga qarab mandik. Peshin vaqti bilan Aqsuning do'lan ko'vrigi yenidagi Gulbaqqa yetib bordik. Kuz kunlari edi. Xo'janiyaz hoji bir bog'da qumulliq sabdoshlari bilan kengash ustida ekan. Bizni uning muhofizachi qism komandiri Amudxon Luyjang va Qurban Durg'a degan kishilar kutib oldi. Biz hamma ahvolni yepidan yanglisigacha ularga ma'lum qildik. Ular Harvardagi g'animatni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin Xo'janiyaz hojiga doklad qilish uchun baqqa kirib ketdi. Xo'janiyaz hoji xushalligida bizni qabul qildigan bo'libdi. Biz Amudxon Luyjang va Qurban Durg'aning boshlashi bilan uning huzuriga kirdik. May bo'lib pishgan uzum barag'ining ostiga silingan qip-qizil rangdor gilam ustidagi qilin tovar ko'rplarda 7 kishi chatdan qurib, shira ustidagi uzum, yog'liq to'qoch va boshqa yemeklarni yeyishib o'ltirishgan ekan. Amudxon Luyjang va Qurban Durg'a bizni ularga tanishtirdi. Ustam bilan men ularga salom berib, qo'l bog'lab o'ri turdik. O'ttirda o'ltirgan gavdli kishi kulib turib, "Atanglarga rahmat o'g'illarim. Qani, o'ltirib qo'rsqonlarni to'planglar.
dedi. Bu kishi Xo'ja Niyoz hoji ekan. U qora duxav do'ppa, uchisiga 3 yanchuqliq kang qayrim yaqiliq, kalta tevitliq beg'irang chapan kiygan. Biliga qora xurumdan kumush halqiliq harbiy kamar bog'lab, ikki mursidan artildirib, qo'sh vujvonday taqgan. O'ng beqinida kichik tapancha istiqliq, kang peshona, qo'yuq qora qosh, qora soqol, qansharliq, o'ttir bo'y 50 yoshlarga kirgan kishi edi. Uni yindiki gullik takiya ustiga qo'yib qo'ygan mash rangli shlapining qirig'i o'rnatilgan qora mash farqirab turadi. Biz g'animatni topshirib berib olganimizga xush buldukda, bag'da uzun o'ltirmay atqa qaraydiganligimizni bahona qilib, Xo'ja Niyoz hojidan ijozat so'rab chiqib ketdik. Qurbon Qilich Davanning janubiga o'tgandan keyin tunji qitimliq muxrikni o'rnida turqirtib chekishga boshladi. Ular xilli bir vaqtgacha jim minishdi. Arada kumushda dam ilib, Qor shaharga qarab mang'andan keyin Lutfulla Harvakashdan Zoid Beyning yilliqchisi Chavarning keyingi ahvolidan xabar topdingizmi? deb so'radi. Xabar topmay qolamdi demsiz? dedi Qurbon Qilich javob berib. U tazmo aqli gajgisiga o'tib qolgan ahmoq. Başta u ochil gul ochil degan naqshni aytib dehqonlarga tashviq qilib yurdi. Kurashga otlanadigan paytda birdilla qo'shqonga o'ltirib oldi. Biz Zoidning qotinidan otni ilib, Qaraqirchin tarafga ketganimizdan keyin Chavar darhol Zoid Beyning cho'ng o'g'li Ramzan Bayvatchini uyqudan uyg'otib, otni o'g'ri oldi deb xabar qildi. Ramzan ochiqida Chavarni "Sen ot qarmay nega bording g'alcha" deb toza dumbalabdi. Arqadan Chavar bizni pash qilib ko'rsatib bergandan keyin Ramzan Qotandagi boshqa bir otni minib berib, Maralbeshi ambalga ma'lum qilibdi. Ambaldarin Ramzanga 10 chirik qo'shib bizni tutishga vatibdi. Qaraqirchindagi jang ana shundoq kelib chiqqan. Bu jangda Ramzanmo beshni yegan ekan. Shu oqshimi Chavarga Zoid Beyning uyi akcha qoldida jinning qasi shaptilda degandek u xushalligida Begning saroy uyiga kirib, uchisiga Zoidning qaraton chapanini, beshiga tuliki mo'yloq quloqchisini kiyib, gul chekilgan siriq shoyi yog'liqini beliga bog'lab, Zoidning kichik xotini Savarnisa xon yotgan hujurga paypaslagan peti xushal kirib keladi. Savarnisa xinim beshini ko'tarib qarsa, Chavar xuddi Zoid Beydek yasinib turg'udek. "Voy dardim, nima qilib yurdigansan Chavar?" debdi Savarnisa xinim. "Bagdadning kiyimi bilan kirmasangmi hech qachon men seni qo'g'lamagan-ku. Qarab teqinga" debdi Chavar. "Baglik mansab menga yarshamdikan, mumkin bo'lsa hozir mollamni qichqirib, ikkimizga nikoh o'qitib. Chavarning bu so'zni anglagan Savarnisa xinimning qo'yqa chechik turibdi-da, o'rnidan chachrab turib Chavarning usti beshidan Zoid Beyning kiyimlarini tortishtirib soldirib, bo'lib bir ozdan keyin yana kayfi o'z iziga tushib, ikkisi boshqa ish, nam yo'lliq, so'z o'rinliq bo'lgani tuzuk, nisivanga qanoat qilgan Chavar, "Berkel jinim" debdi Chavarga. Qurbon Qilich hikoyasining mushu nozik joylarini intayin qamlashtirib tasvirlab, Lutfulla va Naburchik turdi O'siyning diqqatini ixtiyorsiz o'ziga jalb qiladi. Qurbon Qilich oxirida: "Mana bu jamiyatda Chavardaklarga xotin yo'q, bo'lsa uning o'rni puli yo'q. Zoid Beyning bo'lsa bir nech xotini bor. Uning ustiga u mansab da'vosi bilan oylab uyda bo'la olmaydi. Yosh Savarnisa xinim kechalari Qotan atrofini aylanib, "Ah xudo" deb nola qiladi. U bir kuni kechasi ko'ziga uyqu kelmay, chakri Chavarni putimni tutib qo'y deb bahona qilib, o'zi yolg'iz yetayotgan hujurasiga boshlabdi-da, ikkilan o'tirisidagi bog'lanish ana shu yo'l bilan davomlashaveribdi. Savarnisa xinim shahvoniy nafsini qondirish uchun Chavarni ba'zida papilab qo'ysimi, lekin kunduzi kishilar orasida uningdan o'zini qochiradi. Uning Chavarga nom yo'lliq, so'z o'rinliq bo'lgani tuzuk deganining ma'nosi ana shu edi, dedi. Qurbon Qilichning hikoyasi oyoqlishi bilan Lutfulla hayajonlangan holda: "Men sizning 2 kunlik hikoyangizdan cho'nqur jamiyat darsi angladim. Chavarning xarakteri orqali jamiyatni, sizning qilich laqimingizning manbasi orqali tarixni o'rgandim", dedi. Qurbon Qilich bilan Naburchik turdi O'siyun shoirning o'tliq so'zlariga bir quloq salatdi. "Chavar", dedi Lutfulla so'zini davomlashtirib, "qulluqdan qutulish uchun u dastlabda inqilobiy tashviqot ilib borgan, lekin u o'limdan qo'rqib jangdan bosh tortgan. U boshqalarning qo'li bilan
Zoid Beyni yo'qitib, uning kichik xotiniga Beyning uyiga, hatto mansibiga ega bo'lishni, qisqasi to'polondan to'qach o'g'irlashni xomxiyol qilgan. Biroq Beyning kichik xotini yanala Chavarning qul nomida turaverishni xohlaydi. Severnisa xonimning nom yo'lliq bo'lsin degani pulga mansab ravo bo'lmaydi deganidir. Chavarning ruhi butunlay quruq xomxiyol bilan to'lgan. U tazmo Akiyo'ga o'xshaydi. Shoir Akiyo so'zini tilga elitib, mashhur adib Lushinning shu nomli asarining qisqacha mazmunini tushuntirdi va Chavardagi Akiyochilik uchiga chiqqan ahmoqlik va go'llik bilan birikib ketgan. Onun xarakteri xalq tamsildagi o'jimi pesh, og'zimga cho'sh, osmondagi g'azon sho'rpisiga nonchilab yeyish xomxiyoli bilan barobar deb so'zni davom qildirdi. Lutfulla jo'shqin ruh bilan so'zlaydi. Bepoyon dalada hisobsiz qo'mishzorliklar, pichanzorliklar, ko'zda sarg'ishga boshlagan dala cho'plari va sazliqlar orqa-orqadan o'tishib turadi. Sazliqlardagi oqqu, g'oz, o'rdaklar uçup chiqib yaqin atrofdagi boshqa sazliqlarga ketishib boradi. Qari shaharga taxminan 30 kilometr keladigan pichanzorlik ichidagi yo'lda bir ovchi qopqon qurib tutib olgan bir siriq jaranning tutqulni mahkam bo'qishlab otning oldiga ilib ketayotgan edi. Lutfulla qopqonda qattiq zaxmlangan va tutquli ching bog'langan bu jaranni o'zining ozod yurti keng bayovallarga qo'yib bergisi keladi. Jaranning chiroyli bir jup qora ko'zidan yiqayotgan yeshini ko'rib ichi sirlatdi. Ovchi etini devitib yurib ketgandan keyin shoir yana so'zni davomlashtirdi. Qurbon aka, siz so'zlab bergan ikkinchi masaldagi 20-yillarning beshidagi tarixiy voqealarning oxiri xuddi hili biz ko'rgan tutquli bog'langan jaranning holiga o'xshaydi. Nodonlik bilan baxtsizlik sizni oqibat tuy qo'lga opirib qo'yganda yig'i yandin qopar, bala qarindoshdan Bafingur, Yangzixuy va Shingzixuymo marlab kelib sizni mushlaydi. Yetimning og'zi oshib tegsa, burni qanabdi, betalayga suv kelsa, Alloh ko'rdan yar ketibdi degan mana shu. Biz endi ishni ongli qalda yangi yo'l bilan boshlashimiz kerak. Askarchi Bafingur 1931-yil Turpan dehqonlar qo'zg'olonini bostirgan oq rus generali. Yangzixuy Yang Chimin 1932-yili Kucha Aqsu dehqonlar qo'zg'olonini bostirgan Jing Shorin hukumatining generali. Shingzixuy Shingsay 1931-yili Qumul dehqonlarini qirgan. Shoirning so'zlari qurbon qilishni barg'ansiri jalb qilib oldi. U Lutfullaning og'ziga talpinib qaraydi. Bizning yangi yo'limiz deb so'zini davom qildi Lutfulla. Haqiqiy xalq inqilobi yo'li. Bu navbat taqdir biz uchimizni hamsafar qilib birlashtiribdi. Men bo'lsam yozaman, Mavo og'inam turdi bo'lsa kitob maqola bosadi. Siz bo'lsangiz ham ishchi, kasib, ham dehqon. Biz uchaylan har sohadagilarning ko'pchiligiga vakillik qilamiz. Biz endi yangi yo'l bilan jang boshlaymiz. Lutfullaning yalqinliq so'zlaridan ta'sirlangan Qurbon Qilich. Mening asosiy kasbimni esingizdan chiqarib qo'ymang. Agar xalq uchun kurash qilish yo'lida lozim bo'lsa, qilichim bilan jangga otlana olayman deb so'zini qistirdi. Ular qizg'in parangga tushganda go'gum tushgan edi. Harva qora shaharga yetib kelib, Atush mahallasidagi Jamal Gasning sariyiga o'rinlashdi. Shoirning qora shaharga yetib kelganini anglagan Munirdin xo'ja atsi qoq saharda saroyga paydo bo'ldi-da, Lutfulla tushgan hujraga kirib, shoir bilan qizg'in quchoqlashib ko'rishdi. Lutfulla Munirdinga o'zining hamrohlari Qurbon Qilich bilan turdini tunishtirdi. Ular bir soatcha muğdashgandan keyin oxirida Munirdin: "Bugun sizlar bilan yuz ko'rishganim uchun intayin xushalman. Bugungi dam olish fursatlardan foydalanib, menga mehmon bo'lib berishinglarni talab qilaman" dedi. Munirdin bilan shoir 1940-yili Urumchida tanishgan qadinaslar edi. Munirdin hozir o'qituvchi bo'lib, siyosiy jihatdan siqilib, taqib ostida kun ko'chiradi. U bugun Lutfullani ko'rib, qalb hayajonlanib ketdi. Shoirni uzungacha quchoqlab oldi va xushalligidan o'zini tutib ololmay yig'lab tashladi. Osh vaqti bo'lgan mezgilda Saidxonning taklifi bilan mehmonlar qo'zg'aldida shahar rastasiga berib tamoq yeyishdi. Tamoqdan keyin ular oshxonadan chiqib, shaharning cho'ng ko'chasini to'g'ri kesib o'tdi.
shaharning g'arbiy shimol tarafi bilan 1 soat yo'l yurib, Qarshahar daryosi bo'yidagi Ijil Talliq deb ataladigan qo'mishliq bilan o'ralgan o'rmonning ichiga berib to'xtashdi. Baş eqini yo'ltuz va tekaz egizligining o'ng tarafidagi cho'ng bayim buloq yaylaqidan boshlanib, nurg'un tarmoq eqinlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan bu keng daryo shaharning janubidan eqib o'tib, mashhur Bag'rash ko'liga qo'yiladi. Bag'rash ko'li bu yerga yaqin edi. Bu azim daryo, dedi shoir Lutfulla birinchi bo'lib so'z boshlab. Xuddi yurak tomirimning o'tliq qinidek qaynab, toshqin bo'lib eqib turibdi, lekin hozir vaziyat izdan chiqib, yer o'qi ta'tirga cho'gilayotdi. Urumchida va hamma yerda eng munavvar kishilar turmada azob chekyotdi. Tangsizlik, xo'rliq, zulm hukm suryotdi, lekin tang xo'rizi chillash oldida turyotdi. Yangi yo'l, yangi jang bizni kutmoqda. Tabiat manzarasini ko'rib bo'lish bilan tang shoir fursatni qo'ldan bermay, do'stlari oldida inqilobiy xitob sadosini yangraytdi. U asta yanchiqdan Yangi Nur jurnaliga besilgan bir parcha she'rni oldida, ko'pchilik oldida unlik o'qishga boshladi. Yangi Nur 1939-yillari Linjilo tahrirligida chiqarilgan jurnal. Torda o'vatilish jarayonida texnik sabab tufaylidan mushu joyda ishga bet to'liq qo'llanmay qolgan. Ular o'rinlaridan turishdi. Lutfulla bilan Muniriddin mahkam qo'l ilishib turib, pat fursatda Oqsuda ko'rishimiz deyishib qiymagan holda xo'shlashdi. Atsi to'g'ri chillagan mahallada Arva yo'lga chiqib Korliga qarab mandi. Ular Qarshahar daryosi ko'vrikdan o'tishga boshlagan chaqda sharq qizirib quyosh Bag'rash ko'li tomonidan ko'tarilib, o'tqashdek nurini bepoyon zaminga sepib turadi. Daryoning ikki yoqsi xuddi oltinda hal berib qo'ygandek qizg'uch ko'rinadi. Texi o'rg'oq tegishga navbat kelmagan kuzgi bug'doyning oltin bashaqlari g'arbiy shimol tarafda qad ko'tarib turgan tangri tog'lardan kelgan kuz salkini bilan noznin yalpinib turadi. Sahardagi quyoshning oltin nuridan tavlanib, yaltirab simap rangiga kirgan suv to'lqini ajoyib chiroyli manzara hosil qilib, kishining zo'qini qo'zg'aydi. Daryo bo'yida o'sgan qo'mishlar tong saharining mayin shamilida daryo suvi o'rkishidan urg'ub chiqqan to'lqinsimon ovozlarga moslashib irg'onlaydi. Go'yo mashqini Bag'rash ko'lidan tepishga oldirayotgandek tun bo'yi uyqusiz uchgan top-top o'rdaklar daryoning iqishiga qarab Bag'rash ko'li tarafga ketib-o'tadi. Harva yurishini tizlatmoqda edi. Ash vaqti bo'lay debdi, dedi Lutfulla kunga qarab. Qo'rsoq pishildayotdi. Azroqdan nashta qilib olaylik. Lutfulla Qarshahardan ilib olgan nonni o'shtib, safardoshlarini taklif qildi. Ular harva ustida non yeyishib mandi. Qurbon aka, to'xtang, dedi Lutfulla yo'l bo'yidagi bir kichik yaqinni ko'rib. Suv ichib olaylik. Muzdek suv yurakka davo. Harva to'xtadi. Shoir harvadan sakrab tushdi-da, yaqinning bosh tarafini izlab yugurdi. Bir necha minutdan keyin u yo'l bo'yidagi qatma-qat qilin pichanzorliq ichidan bir kichik buloqni tepib oldi-da, muzdek buloq suyini o'chumlab ichishga boshladi. Harva ustidagi shoirning hamrohlari tushib buloq suyini ichishdi. Ondan harva yana mandi. Qo'rsoqlarimiz oz-poz arom topdi. Endi yurakni, ruhimizni oziqlantirsak, qandoq deysiz Qurbon aka? dedi shoir harokashga chaqchaq qilib. Ili muzdek suda yuragingiz oziqlanmadimi uka? dedi harokash chaqchaq qilib. Yo'q, muzdek suv qo'rsoqning oziqi, yurakning oziqi boshqa. Qandoq boshqa? Vatanga, jononga muhabbat izhor qilmoq. Pah, gaplaringiz qaltismanlik qo'fka. Uning uchun qandoq qilish kerak? Uning uchun, dedi Lutfulla jiddiy javob berib. Avval naqsh o'qiymiz, keyin tarix yozamiz. Menga uchrashgan harokash ustozlarimning hammasi menga tarixdan, yiroq o'tmishdan dars berguchi haqiqiy muallim. Kichikimda meni Nilqidan Yasin Taran degan harokash g'uljiga kelgan. Yo'lda kelgucha u Sodir Palvonning naqshlarini aytib bergan, qahramonlik tarixini so'zlab bergan. Mushuni biz vatanga muhabbat deymiz. Necha kundan buyon sizdan nurg'un tarixiy bilimlarga ega bo'lib kelyapman. Nurg'un tarixiy hikoyalarni xalqimizning sarguzashtlaridan, qon zardab yutgan yuraklardan to'qilgan mo'ngluq naqshlarni anglayapman. Bularning hammasi mening uchun qimmatli bilim bo'lib kelyapti.
İçimde o'zimga savol qo'yib deymanki, nima uchun bizdagi muğluq naqshlar shunchalar ko'p? Nima uchun xalqimiz bu naqshlarni aytishga shunchalar mahir? Qurban Qilich shoirning yalqinliq so'zlarini anglagan sari qo'liqini ding tutatdi. Lutfulla Mutallib Harvokashni yana gapga silish uchun gapini to'xtatdi. Qurban Qilich shoirning savoliga xalqning ta'sirlik maqol tamsillari bilan javob berdi. Qozonda nim bo'lsa, cho'michga shu chiqadi. Delanda nim bo'lsa, tilanga shu chiqadi. deydigan gap bor. Uzoq vaqtlardan buyon bu zamon holvini hekim yeydi, tayoqni yetim deydigan zamon bo'lib keldi. An ichkuchi ketsa, qon ichkuchi keladigan. O'ngda yotgan girdi yeydigan, ketman chapqan jigdi yeydigan. O'lishgun atam rahmetining urilib, qamilib, oxiri o'likining cho'l jazirlarda qog'i quzg'unlarga yem bo'lganlik haqidagi fojiani angladinglar. Ashundaq yomon bo'lsang osido, yavash bo'lsang bosido. Bechora xalqimiz zamonlardan buyon zulmat kunlar dastidan xaruzarlik ichida hali parishon, kishi tera ishton bo'lib kelibdi. Nagil barsa begim chiqib ordisidan qo'rqib ketdik to'rg'isidan degandek vahima hukm surdi ekan. Chidashqa taqat qolmaganda Sadir palvandaklarmi chiqqan ekan. Ming anglandim bir ko'rgan a'lo. Harvokashlar yurtmi yurt yurib hammani o'z ko'zi bilan ko'ra oladi. Men mo yurtda zotla turishga savr taqdim qolmay, harva haydab har yerlarda yuribman. Ota bovlarimiz dard so'zlatar, alam o'rlatar deb ekan. Yosh ko'zdan bekorga oqmaydi, naqsh yurakdan bekorga chiqmaydi. To'mirni dot yeydi, yurakni hasrat emasmi? Qurban Qilich yuraki izlagandek bo'lib bir tartib qo'ydi-da, yanchuqini qiqib yurib bir yo'gan mo'qirga topdi va uni kirlishib ketgan gazet qog'oziga o'rab chekishga boshladi. Lutfulla Harvokashning ma'nilik so'zlarini anglagan sari qiziqatdi. Bo'libmi uning ichidagi xalq maqollalarini ifodalash va voqeani yig'inchoqlash kuchidan bak ta'sirlanadi. Naqsha va hikoyalar ashu hasratlarimizning sadosi, dedi Harvokash. O'z so'zini texmo yig'inchoqlab, orqadan shoirning talabiga binoan xalq naqshlarini aytishga boshladi. Ajab bir zaman bo'ldi, olam cho'rgilay deydi, yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Üstümdə kula janda men o'zim g'irib banda, menga bu ig'ir dardni kimlar qildi baxshanda. Kun egildi, kech bo'ldi, shoh egildi, pas bo'ldi. Bu zulmning dastidan yashash bizga tas bo'ldi. Quruq qaqshal bo'lib qoldik, o'tinchi opirib satsun, xaridori yetib kelsa, g'irib bechora deb satsun. Harvokashning naqsha aytish mahorati shoirning qalbini butunlay maftun qilib olgan edi. Naqsha yangi ahanga yo'tkilib, oyog'i uzilmaydi. Cho'nqur ma'nilik qo'shoqlar anglagan siri yurakni izatdi. Naqsha to'xtaganda Harva yalanqir degan egizlikka chiqqan edi. Yiroqdan so'z garmun ovozi anglandi. Shoir darhol orqa tarafga qaradi. Lekin orqa tarafda ya Harva ya Adam qarasi ko'rinmaydi. Harva qirdan qirga, davondan davonga eshib, yana 1-2 soat minib, oxiri Bosh Agim daryosi bo'yidagi manzilga yetib keldi. Lutfulla Qora shahardan chiqib balduroq ko'rishni taqozolik bilan kutgan muhabbat daryosi Bosh Agim shoirning ko'z oldida paydo bo'ldi. Lutfulla darhol Harvadan tushib, yuz ko'zini yuvdi. Ondan daryo bo'yida chechaklab ketgan tallardan 2 talni kesib keldi-da, daryoning tar yeriga to'g'risiga yatqizib qo'yilgan yog'och ko'rikdan o'tib, sharq tarafda qad ko'tarib turgan egiz taqqa yamishib chiqdi. Tog' cho'qqisida ko'klab turgan bir tog' jirim tuvidagi Tahir Zuhra qabrisi yeniga kelib, ko'tarib chiqqan yiliqi suga tilini qadab qo'ydi. U xuddi Aristofindek cho'qqida turib atrofga nazar salatdi. Sharqiy shimol tarafda Qorashahar daryosi qo'yiladigan mashhur Bag'rash ko'li turadi. Bu ko'ldan Ko'nchi daryosi va Bosh Agim daryosi yiqib chiqib, bepoyon cho'llarni bo'stonlikqa aylantirgan edi. Cho'qqining sharq va g'arb taraflarida nurg'unlagan cho'ng-kichik edirliq va pakar cho'qqilar Tahir Zuhraning qabrisi qo'yilgan cho'qqiga hamroh bo'lib turadi. Cho'qqining ostida Bosh Agim daryosi tog'dan taqqa urilib, tog' do'qmishlarida qaynam hosil qilib, 2 qirg'oqqa suv o'nchilarini cho'tirtib, o'rkashlab oqatdi. Uning sonsiz agimlari xuddi yilon yo'liga o'xshash
agir-bugri ko'rinadi. Ikki qirg'oqida yap-yeshil tallar, baraqdan o'tgan azg'anlar, ko'p-ko'k yikan, pichanlar ko'klab ketgan edi. Azg'an va yeshil tallar orasida bo'dina, g'o'rlay, siriq qushqach va yikan bulbullari ajoyib mungluq va yiqimliq sayrishib turadi. O'z zamonida Tahir sanduqqa silinib mushu bosh agim daryosiga tashlangan chog'da ular daryoning ikki qishida mungluq sayrab oshiq do'stiga omonlik tilashgan ekan. Shoir bu manzaralarga nazar silib turib o'z-o'ziga fikrlaydi. Turmoqdiman azim daryo yoqsida, oshiq ma'shuq yotgan tog'ning cho'qsida. Bosh agimning agmisida surib xiyol, deymanki, oqay menmu sanduqqa sol. Shu asnoda chiroyli bir juft yeshil yova kaptar uchib kelib, Tahir Zuhra oshiq ma'shuqning qabrisiga qo'ndi. Bu chiroyli kaptarlar qabriga qarash navbatini lutfullardan o'tkazib olgandek, shoirning ko'ziga qarab turishadi. Shoir Tahir Zuhra qabrisi va bu qabriga qarab qolgan shu bir juft vafodor kaptar bilan xo'shlashdi-da, cho'qidan asta tushib, qo'sh avatga qarab ravon bo'lganda, eliqib bir juft kaptar yanila Tahir Zuhraning qabrisi beshida qarab o'ltirishadi. 6-bob tugidi.